180 gradus ochiladigan avtomatikamizni o'rnatdik. Avtomatikamiz Powertech kompaniyasining Recharge avtomatikasi. Avtomatikamiz 24 volt ishlaydi. Telefondan upravlat qilsa bo'ladi. Komplektida 4 ta pulti bor. Скоростной avtomatika и avtomatikamizda препятствие funksiyasi bor. Kerakli joyda xohlagan gradusda to'xtatish imkoniyati bor. Ikki xil rejimni to'xtatish mumkin. Bor konservikli rejim bor препятствие rejimi bor. Avtomatikamiz скоростной ishlaydi. Mana ovozini eshiting. Juda mustahkam, baquvvat tortib turadi. Juda sifatli avtomatika. Kimga skorosti tez ochilishi kerak bo'lsa, shu Powertech Recharge avtomatikasini taklif qilamiz. Ham katta joy talab qilmaydi o'rnatilishiga. Ochayotgan skorosti. Bu xonadonimizda qiyshiq bo'lib tushgan darvozasi, bir yoq tarafi misol 90-95 gradus ochilsa, bir yoq tarafi 180 gradus ochilishi kerak. Avtomatika juda sifatli chiqdi. Ko'rinishlari Recharge avtomatika deyiladi. Bu svarkalar shart emas bu avtomatikani qotirishga. Shu regal yaxshi beton quyilgan bo'lsa, anker boltgaga qotiriladi, idealni chiqadi. Agar devor betonlari yaxshi bo'lmasa, svarka orqali mustahkam qilinadi. Zamoklariga e'tibor beringlar, juda sifatli qilib o'rnatdik. Darvozani zavodskoy povuqlari shart emas.